Qiziqarli savol. Hurmatli obunachilar, bu savolni biz 5-sinfning 2-qism kitobidan olganmiz. Mana 5-sinf 2-qism matematika. Shu kitobni 8-varog'ini 652-misolda kelyapti, 13-bir rasm. Ikkita cho'pning o'rnini shunday almashtiringki, natijada 5 ta teng kvadrat hosil bo'lsin degan. Ya'ni mana bunda. Ikkita qalamni joyini shunday o'zgartiring, natijada 5 ta teng kvadrat degan. Teng kvadrat hosil bo'lsin. Xo'p, buni o'quvchilarimga berdim, buni javobini o'zim ham topa olmadim. O'quvchilarimga berib ko'rdim, ular ham topisha olmayapti. Ya'ni masalan, buni bitta olsak, ikkita olsak, 1 2 3 4 ta teng kvadrat hosil bo'ldi. 5-sini hech kim topa olmayapti, biz ham topa olmayapmiz. Va mana ikkita ortib qolyapti. Xo'p. Xuddi shu savolni kim topsa, obunachilar ichida kim topsa va bizga jo'natsa javobini, birinchi bo'lib jo'natgan obunachiga 100 ming so'm kilikdan tashlab yuboraman. Paymedanmi, kilikdanmi farqi yo'q. Ushbu videoni kommentariyasiga Telegram silkani yozib qo'yaman. O'sha bo'yicha murojaat qilaverasizlar.